Vertolyotni dum qismidagi parragini ishlashi juda ham g'aroyib do'stlar. Oddiy emas. Avval siz bilgan narsa haqida ko'ramiz. Vertolyotni dvigateli parragini aylantirish paytida reaktiv moment hosil bo'ladi va bu kuch vertolyotni o'zini qarama-qarshi tomonga aylantirib olishga harakat qiladi. Shunda dumidagi parraga aylanib, shu kuchga qarshilik qiladi va vertolyotni bitta tekislikda ushlaydi. Albatta buni bilar edingiz, endi eng qiziqarli joyini ko'ramiz. Uchuvchi pedallarini chapga yoki o'ngga bosib, vertolyotni o'z o'qida chapga yoki o'ngga aylantirishi mumkin. Pedallarini chapga yoki o'ngga bosganda parraklarini burchagi o'zgaradi do'stlar. Ahamiyat beringlar. Bu juda ham g'aroyib mexanizm. Ya'ni doim bir tarafga aylanib turgan vertolyotni parragi burchagini o'zgartirish yo'li bilan goh chapga, goh o'ngga tortuvchi kuch hosil qilib, vertolyotni dumini istalgan tomonga burishi mumkin. Mexanizmni ko'rib mazza qildilarmi do'stlar? Menga ham rosa yoqadi-da shunaqangi ixtirolar. Mana uchuvchi pedalini chap tomonni bosyapti va vertolyot chapga burilyapti. Endi pedalni o'ng tomonni bossa, parraklarning burchagi o'zgarib, bu tomonga burilyapti. Do'stlar, obuna bo'lsangiz, keyingi videolarim bundan ham zo'r bo'ladi. Vertolyotni asosiy parragi haqidagi videoni shu yerga bosib ko'rishingiz mumkin do'stim.